Assalomu alaykum aziz obunachi do'stlar. Sizlar bilan bittagi Ro'zus kanalidan men Ro'zboy. Aziz obunachilar, xudo xolasa bugun sizlarga juma kuni hammalaringizni juma yomlaringiz bilan chin yurakdan, chin qalbdan tabriklaymiz. Bugun do'stlar Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi, Denov shahridagi avto shoh bekatiga kelganmiz. Shoh bekatimizda oynani ichida ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolasa bemalol hamma avtomobillarimizdan bu yerda bor albatta do'stlar. Tanlovda adashmasdan kelib mashinalaringizni xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Albatta Ro'zus kanali sizlarga do'stlar zo'rlarni tavsiya qiladi, zo'rlarni ulashadi do'stlar. O'shaning uchun do'stlar bemalol keling. Do'stlar, shu joyda manzilda aytib ketamiz. Manzil yangi chiqishlar binosidan o'tganingizdan keyin svetofor Toshkent stekani yonida, bu tarafdan mashina bozor va tarafdan kelganingizda do'stlar o'tasiz. Termiz stenkani yonida joylashgan ana ko'rishlaringiz mumkin. Davr imkon plus kelib mashinani olib ketasizlar. Telefon nomerlari pastda bo'ladi. Bemalol telefon nomerlari orqali bog'lanib, kimgadir qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, albatta imkoningiz bo'lmasa kelishga, ma'lumot kerak bo'lsa telefon nomerlari orqali xohlasangiz yakshanba kuni ham ishlaydi. Eng qizig'i do'stlar, yakshanba kun mashina bozoriga bormasdan mana shu yerga to'g'ridan to'g'ri kelib mashinalarni xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Yakshanba kun banklar ham ishlaydi do'stlar. 2 soat, 1 soatda ishlaringiz hal bo'ladi xudo xolasa. Albatta yakshanba kuni o'zida uyingizga mashina minib borish imkoniyatlari ham albatta bor. Do'stlar, 5 million bilan chiqadigan mashinalar ham bor bu yerda. Bepul chiqadigan avtomobillarimiz ham bor. Yangilik to'la do'stlar videolarimizda. Videoni o'tkazmasdan ko'rish sizlardan, videoni joylash va videoga like bosish sizlardan do'stlar. Hammaga omad. Qanunda videolarimizga ketdik. 2025-2026 yil do'stlar, Cobalt avtomobilimizdan sizlarga kraskalari top toza albatta. Mana ko'rib boqsangiz bo'ladi mashinamizni. Mashinamiz ichki salonlar avtomatda 4400 km yurgan mashinamiz do'stlar. Mashinamiz benzinda turibdi do'stlar. Ko'rib boqsangiz bo'ladi, mashina benzinda. Mashinamiz hozirgi vaqtda do'stlar 30 million bilan do'stlar mashinamizni olib chiqib ketishlaringiz mumkin albatta do'stlar. Va jentralarimizdan do'stlar, xohlagan jentralaringizdan bor. Bu yerda avtomat deysizmi, mexanika deysizmi, qora deysizmi, oq deysizmi deydi-ku, hammasidan bor. 32 million bilan chiqadi do'stlar. 2023 do'stlar kraskalari topsizda 4 ta yumshoq balonlar taqilgan. Bemalol ko'rib boqsangiz bo'ladi. Poliklar albatta mashinamizda 28 ming probeg yurgan do'stlar mashinamiz. Xohlaganlarga do'stlar oqidan bor. Oq bu avtomat, bu mexanika variant. Bu mexanikasi nech pul bilan chiqadi aka? Mexanikasini 25 million bilan chiqadi. 25 million bilan chiqadi do'stlar. Kraskasi toza. Top toza. Yili nechi buni? 2023 do'stlar, kraskalari toza. Albatta ko'rib boqsangiz bo'ladi. Ichki salonlari, chexol poliklarimiz bor, barlarimiz bor. Qancha yurgan bu? Bu 22 ming. 22 ming probeg yurgan do'stlar. Bunisi 3 ming yurgan. Bunisi 3 ming yurgan do'stlar. 3 ming bor yo'g'i 3 ming yurgan mexanika variantdagi. 23 do'stlar 3 ming yurgan, 3 ming yurgan, yana aytamiz, 3 ming yurgan bor yo'g'i. Benzinda turgan Gentra avtomobilimizdan necha pul bilan chiqadi akajon bu? Bu ham 25 million bilan chiqadi. 25 million bilan chiqadi. Endi xalqqa bir arzonroq, yengilroq bir Gentradan ham ko'rsating akajon. Faqat 25, 30 yo 20 bilan chiqmasin, bir 5 million, 10 million yoki to'lamasdan chiqarsin. Bitta aksiya qiling. Sizda obunachilaringizga 2022-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti mexanikamiz, avtomat diska, yumshoq balon, gazlari, chiqol polik hamma narsasi qilingan tayyor mashina. Aka obunachilaringiz shunday, men shu kanaldan keldim desa, olib ketsinlar, 5 million so'm bilan chiqarib beraman. 5 million bilan pasport va 5 million pulda olib kelasiz, olib chiqib ketsangiz bo'lar ekan. Mana do'stlar. Bunaqasi faqat avtoimkonda chexol, polik, yonim bar, xolos hammasi bor. Avtoimkonga kelasiz, albatta tanlovda adashmasdan mana shu akamiz o'zlari bemalol sizlarga avtomobilni 5 millionda olib kelasiz, olib chiqib ketasiz do'stlar.
Bo'lsa bo'lsin, xalqqa bo'lsin, yana bitta aksiya qilaylik akajon. Yana bitta qilamiz aka. Yana bitta shu jentradan qilib bering. Tomondan qo'yaylik. Ana bu tomondan do'stlar yana bir dona jentramiz. Bunga necha pul to'laymiz akajon? Boshini ayting. 22 edi-ku yili. 22, xo'p. Kraskasi to'ppa-to'g'ri. Xo'p. Mana bunimiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Buni ham kraskasi to'ppa-to'g'ri. 2023. To'rtta yumshoq balon, avtomatli diskasi, tarnovka ruxsatnoma, propan gaz, chiqol polik, hamma narsasi qilingan. Buni ham 5 million so'mga bera olaman. 5 millionga. Ana do'stlar, bunaqasi bo'lmagan. Avtomat diskani ko'ryapsizlar. Tonirovka ruxsatlari ham bor. Tonirovka ruxsatlarigacha bor do'stlar. Lubboy ustaga do'stlar, xohlagan ustayizga olib borib ko'rsatib, agar bir joydan bir tomchi kraskasi chiqib qolsa, xudo xolasa 5 million minus qilib beramiz, ha? 5 million minus. Boshlang'ich to'lov 5 million so'm kerak. Ana do'stlar, boshlang'ich to'lov 5 million kerak emas. Ikkita avtomobilimizda do'stlar sizlarga aksiya bonus qilib berdik. Cobalt'dan ham bo'ladi. Videodan uzoqlashmasdan ko'rib turamiz. 2020-yil 15 million pulingiz bo'lsa, mana shu Nexia 3imizni olib ketishlaringiz mumkin va mazza qilib avtomatda ekan mashinamiz. Minsangiz bo'ladi. Polik, chexol albatta bor, monitorlarigacha bor mashinamizda do'stlar. Mashina tayyor holatda olasiz, minasiz degan joyi, ha do'stlar. 15 million pulingiz bo'lsa, mashinani olib ketasiz. Albatta do'stlar, bundan ham yengilroq qilib beradi. O'z kanalidan desangiz, mana bu 5 millionliklarni ham yengil qilib beradi, bu 15 millionlikni ham yengil qilib beradi. Endi do'stlar, Cobalt avtomobillarimizga o'tamiz. Cobalt avtomobillarimiz. Bu tayyor hamma rasxoti, tarnovkasigacha qilingan MCMimiz. Bu obunachilarimizga ko'rsatib qo'ying. Ana do'stlar, 30 milliondan kamiga chiqmaydi. 30 milliondan Sizni obunachilaringizga 25 million so'mga chiqarib beradi. 25 million do'stlar. Kraskasi toza, MCM 2025 2026-yil 4 ta yumshoq balonlarigacha, tonirovkalarigacha do'stlar ruxsatnomalari bor. Chexollarni qarangizlar, nima deyapti bu do'stlar. Chexol, polik 15 ming yurgan do'stlar mashinamiz. 15 ming probek. Benzinda mashina. Benzinda ekan do'stlar. Mana. Mashina benzinda. 25 million pulingiz bo'lsa, mashinani olib ketib, albatta mazza qilib minib, albatta minib. Ana do'stlar, bu tomonlarimizda ham Cobaltlarimizdan bor, 2026 ham bor, 25 ham bor albatta do'stlar, lattalisi ham bor, qo'jali zinalardan ham bor do'stlar, bemalol kelib ko'rsangiz bo'ladi. 25 million bilan albatta chiqib ketadi. Ana toza 2026-yil do'stlar mashinamiz. Koja salon, pachka deyapti akamiz. Albatta ko'rib boqsangiz bo'ladi mashinamizda. Ichki salonlari ana 1400 yurgan. Bu ham 25 million bilan chiqadi. 35 million so'm bilan chiqadi. Bunisi 35 million bilan chiqadi. Oylik to'lovda arzonroq chiqadi do'stlar. Birinchi oy albatta bonus qilib beriladi. Keyin kichik eski mashinalaringiz bo'lsa, yangi mashinaga almashtirib ketishlaringiz mumkin. Cobaltlaringiz xohlasangiz, jentralaringizni Cobaltga almashtirib ketsangiz bo'ladi. 5 million ichida mana 5 millionga qo'ydik do'stlar. Mana shu jentramiz 5 million ichida notarius, sug'urta, gay xizmatlari ichida do'stlar. Hammasi faqat 5 millionni olasiz. Olib kelasiz va pasport olib kelasiz, mashinani olib chiqib ketasiz do'stlar. Aytilgan summa borku, любой mashinamizga. Xo'p. Qaysi mashinamizga aytilgan bo'lsa, hamma sug'urta, gay hammasi ichida. Ichida, ha? Summa hisob qilishmaydi, o'sha pulni beradi bu. Bemalol mana shuni olib ketishlaringiz mumkin do'stlar. Xullas, hammasidan tanlovda adashmasdan mana shu akalarimizga bemalol telefon nomerlari pastda bo'ladi. Telefon nomerlari orqali bog'lanib olsangiz bo'ladi. Ko'chada yuradigan sug'urtani ham siz qilib bermoqchimisiz yo bankda bo'ladigan sug'urtani? Ikkalasini ham qilib beraman. Ana do'stlar. Bonusiga. Bonusiga ikkita sug'urta. ham qilib beraman. Bank taksini ham hammasi ichida, rasul qilishmaydi. Ana do'stlar, ikkalasi ham ichida ikkita sug'urtani ham qilib beradi. Tayyor, xolos mashinani shuni olib ketib mazza qilib minsangiz bo'ladi.